U bo'lsa bir sarang muallim. Ders kirish vaqtini minut tugul sekundga kechiktirmay dal vaqtida kirdi. O sinfga kirdimi? Oldi. O'quvchilar hatto nafasni intoyin ehtiyotchanlik bilan oladi. O'quvchilar bilan notidan ketib qoldigan bo'lsa, to'g'lig'iniga jaq to'yg'izib o'tadi. Why the fuck didn't you say so? Darsxona ishchi intoyin surlik bo'lib, ba'zida jimni yerga tushib ketsa-mu anglag'ini bo'lg'idek darajada edi. Bu o'g'il bolaning ismi Feyman bo'lib, joz musiqasiga intoyin omroq edi. Izchil holda Taqirboshning musiqa atritiga kirib, dumboqchi bo'lishni orzu qiladi. Bir kuni Taqirbosh uning dumboqni yomon emas chaldiganligini ko'rib, oddiy sinovdan keyin uni o'zining musiqa atritiga bevosita kirgizib, zapas dumboqchi qilib tayinlaydi. Biroq Feymanning bilmaydig'i bo'lsa, uning qo'rqinchli kunlari tex endi boshlangan edi. Feyman birinchi qitimda udarni xato urib solganda, Taqirbosh savrjonlik bilan uning tuzitish kirgizib rag'batlantirdi. Biroq Feyman qaytilab savalik o'tkazib qolsa, Start counting. 5, 6, 7. In 4, damn it. Look at me. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Now, was I rushing or was I... Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? Bundaq azap uçurganda ko'p qism odamlar o'zini yo'qotib qo'yadi. Hatto ba'zida ichida qo'm saqlaydiganlar uchrab qolsa, bevosita muallimni yuqoriga posh qilishi mumkin edi. Biroq Feyman ularga o'xshamaydi. Kayfiyatni turaqlashtirgandan keyin u heliq musiqining ritmini qayta anglashga boshlaydi. Bir qitim, 10 qitim, 100 qitim u qattiq mashqni boshlab o'tadi. Mana bugun Malikaza oldi bir maydon musiqa kechilik o'tkazmoqchi edi. Kechilik boshlangan g'oz qolganda o'ylamagan yerdan bosh tumboqchi notini yushtirib qo'ygan edi. Taqirbosh tumboqchilarni qattiq tillayotdi. Feyman o'ttirga chiqib, o'zining bu notini yodiga bildiganligini aytdi. Hamda maydonga chiqib, o'z uzundan bo'yon mashq qilayotgan musiqidan gul chiqarib o'tdi. Kechilik oxirlashgandan keyin Taqirboshning musiqa atriti muvaffaqiyatli holda birinchi darajalikni qo'lga keltirdi. Feyman uyga qaytish yo'lda ichidan xo'shal bo'lib, bu qitim bosh tumboqchilik o'rni mening bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin o'ylamagan yerdan atratga yangidan talant tumboqchidan birisi kelib, uning o'rniga desaydi. U bu ishdan qattiq norozi bo'lib, Taqirboshni izlab uning bilan davlilashmoqchi bo'ladi. Ammo Taqirbosh uningga "No'ch bo'lsang, o'zing iqtidoringga tayinib bosh tumboqchi bo'l" deb javob qaytardi. Feyman qattiq g'azablandi. Hamma ishlarni bir chetga qorib etib, hatto qiz do'sti bilan taltuks o'rilib ketib, yotgan ko'plarni ko'tarib dumboq mashq qildigan uyga ko'chib berib olib, uxlashdan boshqa vaqtning hammasida to'xtamay dumboq mashq qiladi. Qo'llari yerilib ketsa, muzarqiliq og'riqni pasaytib, kechini kunduzga ulab, talvilik bilan saranglarcha mashq qilib, bütün ochig'ida dumboqdan elib, hatto dumboqni yerib etadi. Bir kuni Taqirbosh udari intoyin murakkab bo'lgan bir musiqani o'ttirib qo'ydi. Qolgan ishki dumboqchi ritmga aysholmay sarang ulay deganda, Feyman yana bir qitim fursatni ching tutib, o'zining kundalik yuqori besimliq mashqining yordami ostida Taqirbosh rozi bo'lgandek ritmni urib chiqarib berdi. Bu orqali u yana qaytadan bosh dumboqchilik o'rnini qaytarib oldi. Sal turib intoyin muhim bo'lgan bir maydon musobaqa bor edi. Feyman mashinada ritm yotalab ketib boradi. O'ylamagan yerdan yo'lda avtobusning choqi itilib ketdi. Yani yarım saatdan keyin musobaqa boshlanadi. Feyman tez suratda mashina ijara berish shirkatiga yugurib berib, aldirashchilik bilan rasmiyatni bejirib, mashinani ushqandek haydab musobaqa o'rniga bordi. Ishdan kirish bilan Taqirbosh uningga bosh tumboqchining o'rniga allaburun boshqalarni o'rlashtirib bo'lganligini aytdi. Hamda bu ishning sababi uning kechikib qolganligidan emas, hatto dumboq kaltigini ilib kelmaganligini ishkanligini aytdi. Bu vaqtda Feyman dumboqning kaltigini mashina ijara berish shirkatiga unutib qolganligini esiga oldi. Just tell Fletcher that I'm coming, you motherfucker! Card. I'm calling 911. Okay. Just a couple more blocks. No, sir, you don't have to go anywhere. Sir, no, you don't have to. Feyman qattiq og'riqqa bardoshlik berib sakniga chiqdi. Lekin Feyman ig'ir yaralanganlik sababidan hatto dumboq to'qimligini ching tutolmay bütün o'yinni tugashtirib o'tdi. Tosh yurak rayimsiz Taqirbosh Feymanni "Endi sen ko'zimdan yo'qol" deb haqoratlaydi. Bu sebeplik Feyman maktabdan haydab etildi. Mengishning oldida u nomsiz xat orqali Taqirboshni o'qitishda tan jazosi berdi deb shuqurga bosh qildi. Shu sababdan Taqirboshmi ish o'rnidan ayrilib qoldi. Buning bilan har ikki taraf ziyon uchraydi. Keyingi bir necha oy ichida Feyman dumboqchilikni tashlab etdi. U joz dumboqini yaxshi o'rab bir bulonga tashlab qo'ydi. Hamda bir oshxonaga kelib kutkuchi bo'lib ishlaydi. Bir kuni Feyman ishdan tushganda bir qovoqxona oldidan o'tib qoldi. Qovoqxona ishidan bir yiqimliq musiqa ovozi anglanadi.